يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم aziz mo'min musulmon birodar aka ukalar, Alloh taolo hammalarimizga bugunlik kun hayit bayramimizni qutli muboraklik qilsin. Allohga beadad hamd va sanolar aytamiz. Alloh taolo qodir qilganicha Ramazon oyidagi Ramazon ro'zasini tutdik. Qo'limizdan kelganicha kechqurungi xatmi Qur'onlarda qoyim bo'ldik. Qo'limizdan kelganicha xayr sadaqotlar, ihsonlar, yaxshiliklarni qildik. Bugun inshaalloh mana shu qilgan yaxshiliklarimizni xursandchiligini nishonlash, Alloh taolodan bu qilgan amallarimiz uchun avvalo qabuliyatini, qolaversa Alloh taolodan bu qilingan ibodat va duolarni mukofotini berishligini so'rab inshaalloh bugun duolar qilamiz. Alloh taolo hammalarimizga o'zi bu kunni qutli muboraklik qilsin. Siz biz mo'min musulmonlarga Alloh taolo ulug' bir ikkita bayramni berdiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom buni biri o'sha hozirda biz nishonlamoqchi bo'lib turgan Ramazon hayiti bo'lsa, ikkinchisini Qurbon hayiti dedilar. Xursandchilik kayfiyatni ko'tarib mana shu kunda bayram qilib, bu kunni hattoki Alloh taolo bayram qilishimiz uchun ro'za tutishni mukommel qilgan. Ro'za tutish o'zi asli ibodat bo'lsa ham, lekin hayit kunida musulmonlar xursandchilik qilsin, ular xursandchiligini orqasida yemoq ichmoq kuni bo'lsin deb ro'za tutishlikni bu kunda mumkin emas ekan. Demak bu kun yem ichish kuni va yaqinlardan xabar olish, bu joyda ko'p deyarli hamma desa ham bo'laveradi. Musulmon o'laroq o'z yurtidan bu joyga kelib, bilan chiroyli
bayram kunlaridan tabriklab, qo'limizdan kelgancha biror bir qiynalgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni yurtimizda ham ularga bir chiroyli yordamlarni qiladigan bo'lsak, inshaalloh bu bayramdan ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirgan bo'lamiz. Xo'p. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam doimo bu kunlarni xursandchiligini nishonlashlik uchun ayni duo qilib o'tirish yoki bo'lmasam xayr sadaqat qilishlarni yaxshi, hattoki namoz o'qiganimizdan tashqari namoz uchun bosib kelayotgan qadamimiz qancha ko'payadigan bo'lsa, ana shunga barobar Alloh taolo ajr mukofot beradi. Bu ajr mukofotlarni inshaalloh bu dunyoda biz xursandchilik qilish o'laroq nishonlar ekanmiz. Oxiratda inshaalloh uning xursandchiligi bor. Bugungi kunda biz masalan kecha mana oxirgi Ramazon ro'zasini tutdik. Bugun hammamiz xursandmiz. Desa hammamizni og'zimiz ochiq taomlanishlikka bemalol imkoniyatimiz bor. Bu bitta xursandchilik bizga. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom muborak hadislarda aytadi, ro'zadorni deydi, ikkita xursandchiligi bo'ladi deydi. Bittasi iftorlik vaqtidagi xursandchilik. Ya'ni u xursand bo'ladiki, nima yaxshi ham mana ertalab turgandim, saharlikni qilgandim. Bu saharlikni qilgandan keyin qandoq chidayman degandim. Alhamdulillah, Allohga shukr, Alloh o'zi quvvat berdi. Shu vaqtga yetib kelib oldim. Og'iz ochar vaqt bo'ldi. Og'izni ochgandan keyin Allohga shukr deb turib bitta xursandchilik qiladi. Iftorga yaqin qolgan vaqt insonning xursandchiligi va shu bilan bir qatorda ana shu iftorni qilmoqchi bo'lib turgan vaqtida Alloh taolo qarashlarga ko'ryapsizlarmi bandalarni? Ularni u yer ichishdan hech narsa to'sib turmayapti hozir. To'sib turgan narsalar Allohdan uya qo'rqinch. Mana shu bitta xursandchiligi. Ikkinchi xursandchiligi bor uni. Ikkinchi xursandchiligi qayerda bo'lsa, Allohning huzuriga borganda bo'ladi. Allohning huzuriga borganda Alloh taolo jannatni kiradigan eshiklari bor. Mana shu eshiklarning bittasi Rayyon eshigi deb nomlanadi. Bundan faqatgina ro'zadorlar kiradi. O'sha ro'zadorlar chaqirilib kirgandan keyin eshik bekiladi. Bu eshik bekilgandan keyin undan boshqa tarafdan kiradi, lekin ro'zadorlardan keyin o'sha bilan kirmaydi. Demak, mana shu ikkinchi xursandchilik. Endi bugungi xursandchiligimiz ma'lum bir vaqt o'tib turib tugar u masala. Esimizdan chiqar yashash davomida. Aytaylik 5 kun, 10 kun, 20 kun o'tib bu xursandchiligimiz sal esimizdan chiqib qoladi. Lekin bu o'tkinchi bo'lsa, oxiratda Allohning huzuriga borganda oladigan bizni xursandchiligimiz u abadiy bo'ladi. Abadiy bo'ladiki, jannatda o'tkinchi degan narsa bo'lmaydi. U boqiy bo'ladi. Shuning uchun bu dunyoda biz ayrim o'sha qiyinchiliklarga chidash o'laroq bu dunyoda biz ibodatlarni qilar ekanmiz. Alloh nasib qilib, Alloh taoloning marhamati bilan jannatga kirilgan vaqtda, Alloh taoloning jamolini ko'rgan vaqtda bandalarning hammasi sajdaga boshini qo'yar ekan. Ana shu vaqtda Alloh taolodan nido bo'lar ekanki, sizlar boshingizni ko'taring. Bu joy sizlar uchun ibodat qiladigan joy emas. Sizlar ibodatni u dunyoda qilgansiz. Bu joy faqat rohat va farog'at joy. Bu joyda sizlarga faqat rohat bo'ladi, farog'at bo'ladi deydi. Ko'ramizmi? Ibodatdan qaytariladi bu joyda. Bu dunyoda bizni o'sha qilgan ibodatlarimiz sababida. Shuning uchun Alloh taolodan umidvor bo'laylikki, bu kunlar albatta hozirgi kundagi xursandchilik bilan bir qatorda Allohning huzuriga borganimizda inshaalloh Alloh taolo bizlarni aynan ana shu Rayyon jannatdan eshigidan kiradigan jannatga insonlardan qilishini Alloh taolodan so'rab umidvor bo'lib duolar qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Keyin bu jamoatimiz kelib bo'lgunga qadar bir 5 daqiqa vaqt qolganda, soat 7 da o'qishlikni bir reja qilib qilgandir, 15 daqiqa bo'ldi hozir soatimiz. Bir 5 daqiqa qolgan paytda bir qator namozni tartiblarini o'rganib olamiz. Chunki bu doimo o'qib turgan namozimiz bo'lmaganligi uchun yilda 2 marta o'qiymiz. Shuning uchun bir qator uni tartiblari bilan bir qator nima qilsak, kelishib tushuntirish ishlarini olib borsak, keyin inshaalloh namozni o'qiymizda. Bugun bir hisobni oldik bu jamoatdagilar bilan. Ko'pchilik ishga boradigan holatda turibdilar. Shuning uchun jamoatdan duo so'raganlar, Alloh taolo bizlarni o'sha ko'pchilik to'planadi. Mana shu vaqtda yaqinlarimiz, boshqalarimizni duo umidida bir
bemollari bor yoki bo'lmasam o'sha hojatmandlari bor, farzand talablari bor, qisqasi shunaqangi duo so'raganlar haqlariga ham avval namozdan avval duoni qilib olamiz. Namozni o'qiganimizdan keyin hammani ishga borishlik hisobini olib turib namozni o'qib, undan keyin esa qisqagina duo bilan inshaalloh bu joydan bir-birlarimiz bilan xayrlashamiz. Shunga bir nima qilib turamiz, ya'ni kelishuvni shunga qilaylik, yaxshi bo'ladi. Chunki sizlardan bo'shab qoladigan joylardagi, ishxonadagi holatni ham bir qator hisobga olmasak bo'lmaydi. Mo'min kishi mana shunaqangi bo'ladi. Ya'ni mo'min odam, ibodatgo'y odam qilayotgan ibodati boshqa birovga zarar keltirmasligi kerak. Ya'ni bu qilayotgan ibodatlar bizga qayerda imtiyoz beradi desa, Allohning huzurida imtiyoz beradi. Ya'ni Allohning huzurida imtiyoz beradiki, ya'ni darajani ko'taradi. Boshqa odamlarning oldida qanaqangidir bir imtiyozga ega bo'lib qolmaymiz ibodat deganimiz o'laroq. Unda boshqa odamlar uchun bo'lib qoladi bu ibodatlar. Biz Alloh uchun ibodat qilamiz va bu ibodatimizda inshaalloh biz o'zimizni nima musulmon ekanligimizni, musulmonlik ya'ni islom dini qay darajada bir bag'rikeng din ekanligini atrofdagi insonlarga ham ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh mana shu bilan islomdan ko'zlagan haqiqiy maqsadga erishgan bo'lamiz. Hop. Bu kunlar inshaalloh bir g'animat kunlar bo'ldiki, Alloh taolo siz bilan bizga nasib qildi bu kunlarni. Ko'pchiliklarimiz xabarimiz ham bor, o'zimizni oilamizda bo'lsin yoki bo'lmasam yaqinlarimizda bo'lsin, tanish bilishlarimizda bo'lsin, o'tgan yilgi Ramazonni o'tkazganlar, bu yilgi Ramazonni o'tkazmaganlari ham bor. Shuning uchun azizlar, hozirgi vaqt shunaqangi bir mavsum, ya'ni duo qilib, uni ijobatiga umidvor bo'lib qolgan holatki, Alloh o'zi avvalambor hammalarimizni farzand, oila, bola chaqalar bilan birgalikda O'zbekistondagi holatga ham belgilangan. Shuning uchun bu narsa, bu miskinning haqqi bu. Ya'ni fitr sadaqa miskinning haqqi hisoblanadi. Shuning uchun hozir ikkita odam aylangani yaxshiroq. Agar fitr sadaqasini bermaganlar bo'lsa, fitr sadaqaga deb turib gapirib yurishsa yaxshi bo'ladi. Sababi masjid uchun ishlatib bo'lmaydi u pullarni. Masjid uchun ixtiyoriy ehson qilingani, albatta savob, bu ham ajr. O'sha faoliyat yurgizib turganligi uchun o'sha joyga qanchadir masalan ketadigan xarajatlarni to'lasa, lekin mana bu miskinlarning haqqi bo'lgan, kimdir masalan zakotim bor edi der yoki bo'lmasa kimdir fitr sadaqasini hali bermadim deganlar alohida xaltaga tashlaganlari ma'qul bo'ladi. Shuning uchun ehson yig'adigan odamlar nima qilinglar, gapirib aytib yuringlar. Masalan kimdir ehson deb oddiy masalan aytib yursa, fitr sadaqa deb aytib yursa, shunaqa qilib tashlaylik, yaxshi bo'ladi shunda. Hop. Namoz vaqti ham yaqinlashyapti, mana quyosh ham ko'tarilib qoldi. Bu ehson yig'adiganlar bemalol ehsonlarni yig'ib aylanadilar. Biz unga qadar bir qator namoz tartiblarini tushuntirishni boshlasak bo'laveradi. Ozgina vaqtimiz ketib qoladi bunga ham. Xo'p, avvalambor har bitta namozni boshlashdan avval biz niyatni hisobini olamiz. Chunki niyat bo'lmasa bo'lmaydi. Bu boshqa namozlarga qilingani kabi aynan hayit namozini o'qish uchun ham niyat qilishimiz kerak. Niyatimiz qandoq bo'ladi desa, niyatimiz hamma endi u arabchada niyat qilish shart emas. Buni ko'pchilik yaxshi biladi, namoz o'qib yurgan insonlar. Niyat qilinayotgan vaqtda 2 rakatlik Ramazon hayit namozini imomga iqtido qilib o'qishni niyat qildim deydi, shu yetadi. Xolis Alloh uchun deb Allohu akbar deb imomga qo'shilib ketilaveradi. Ya'ni 2 rakatlik Ramazon hayit namozini imomga iqtido qilib o'qishni niyat qildim, xolis Alloh uchun deydi. Mana shu bilan niyat qilgan hisoblanadi. Xo'p, keyin esa imom namozni boshlaydi. Oddiy har doimgidek o'qilayotgan namozdek 2 rakatlik namozni boshlayotgan vaqtda Allohu akbar deb turib namozni boshlab, undan keyin sanoni o'qib, Fotiha va bitta Zam sura o'qiydi. Undan keyin avvalgi rakatda endi birinchi holatda quloq qoqib olgandan keyin sanoni o'qib bo'lib turib, shu takbirni aytib qo'ydi, avvalgi takbirini.
sanoni o'qib bo'lgandan keyin Fotihani o'qishlikdan avval imom 3 marta takbir aytadi. 3 marta takbir aytgan vaqtda hayit namozini ado qilgan bo'lamiz inshaalloh. Bu hayit namozi o'sha aytganimizdek yilda o'zi 2 marta o'qiladigan namoz bo'lganligi uchun bir qator ehtiyotni olamiz. Sababi odatlanmagan namozimizda adashib ketib qolmaymiz. Shuni hisobga olib turib namozni o'qishimiz kerak bo'ladi. Hop, mas'ullar ish qilib bo'ldinglarmi? Odamlar ham kelib bo'ldi menimcha. Safga turmaganlar safga turib olaylik, namozni boshlaymiz. Chunki soat 7 ga deb turib e'lon qilingan, 7 dan 2 daqiqa ham o'tib bo'ldi. Saflarni to'g'rilab olaylik inshaalloh birgalikda. Hayit namoziga niyat qilamiz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بزينة الكواكب الثابتة والسيار، وأحيا الأرض بمياه العيون والأبحار، كور النهار على الليل وكور الليل على النهار، خالق الجنة والنار، مالك العبيد والأحرار، الذي وعد المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار، وأوعد المنافقين بالدرك الأسفل من النار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى الأبرار. أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا bir oy davomida ro'zalarni tutdik, sadaqotlarni qildik, yaxshiliklarni qildik, taroveh namozlarini o'qidik. Bugun huzuringga qo'llarimizni ko'tarib duolarni qilamiz. Allohim Parvardigor, qilgan ibodatlarimizni o'zing dargohingda qabul aylagin. Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni natijasi bizlarni gunohlardan poklangan bandalaring qatorida qilgin. Qiyomat kunida Rayyon eshigidan kiradigan ro'zadorlardan qilgin. Parvardigor, hammalarimizni bu kunda yaxshiliklari, xursandchiliklari, bu kunda berilgan fazilatlardan o'zing bahramand aylagin. Bu joyda musofir yurtlarda yurgan barcha azizlarimiz, musulmon birodarlarimiz hammalarini Alloh taolo ishlariga rivoj, barakot bergin. Qilayotgan ishlarida beshikast ishlamoqligini Alloh o'zing nasib qilgin. Yurtdagi farzandlari, oila bola chaqasi, ota-onalari hammalarini Alloh taolo o'zing salomat qilgin. Baxtli, saodatli hayot kechirmoqligini Alloh o'zing nasib qilgin. Oralarimizda bemorlar borlarimiz bor. Alloh taolo o'zing hammalariga shifoyi kunlar ato qilgin. Hojatmandlar bor, hojatini ravo aylagin. Mushkuli borlarimiz bor, o'zing mushkullarga yengillik bergin. Musofir yurtlarda yuribmiz, Alloh taolo o'zing duolarimizni ijobat qilgin. Hammalarimizni Allohim mana shunaqangi chiroyli xursandchilik bayram kunlariga qayta Allohim o'zing yetkazgin. Farzand talablar bor, qo'sha farzandlar bergin. Oilasini, baxtini topaman deb chiroyli holatda ishlab yurgan va bu joyda kelajakda solih va soliha farzandlarga ega bo'laman deb duoda turganlar hammalarini Alloh taolo duolarini o'zing ijobat aylagin. Allohim bizlarni bu dunyoda shunaqangi chiroyli kunlar, xursandchiliklar, bayramlarda o'zing jam qilyapsan Parvardigor olam. Bizlarni o'zing jannatingda ham o'zing jam qilgin. Bizlarni bu joyda ibodatga yordamchi bo'lishing uchun mas'ullarimiz, O'zbekistonda muftiy hazratlari boshchiligidagi barcha mas'ullarga ham Alloh taolo qilayotgan ishdagi rivoj, barakoti berishini o'zingdan so'raymiz Parvardigor. Bu joyda mo'min musulmon birodarlarimiz ibodatlarni chiroyli ado qilsinlar deb juda ko'p tashkiliy ishlarni qildilar. Alloh taolo ishlariga rivoj, barakot berib, uzoq mo'min musulmonlar xizmatda bo'lishini Alloh taolo o'zing nasib ro'za aylagin. Allohim hammalarimizga bugunlik kunni o'zing qutli muborakli qilgin. Allohim hammalarimizni qayta keyingi yil, keyingi Ramazonlarga Allohim o'zing birgalikda xursandchilikda, sog'-omonlikda yetkazishni Alloh taolo o'zing nasib ro'za aylagin. Xizmat qilganlar, bu masjidda xizmat qildilar, juda ko'p insonlar iftorliklar qildilar. Alloh taolo hammalarini iftorliklarni, xizmatlarni o'zing dargohingda qabul qilgin. Ehson qilganlar ham juda ko'p bo'ldi. Ehsonlarni Alloh dargohingda qabul aylagin. Ajrlarni o'zing ko'paytirib bergin. Topayotgan bu yerdagi mol davlatlarga o'zing barakotlar ato qilgin. Allohumma solli va sallim va barik va an'im ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Taqabbalallohu minna va minkum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga Hayit bayrami muborak bo'lsin. Var, üzerinde tutmaya yakasın. Para? Ne? حسين ما خبرك؟ اصبر تليفون قومين
Kaç video var kaçır sağlığı? Assalamualaikum. Grup kita siapa yang? Asli. Telegram grup apa? Nasıl?